Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz for takrorlash operatori, ya'ni sikllar bilan ishlaymiz bugun. Siklning birinchi mavzusi. Bu bizlar uchun kerak. Bir ovoz biz dokumentatsiyasini o'qib chiqamiz va ishlanish uslubini o'rganamiz. Dasturlash davomida kodimizning biror qismini bir necha marta takrorlash talab etilishi mumkin. Ya'ni siklda bir narsa emas, masalan, doimiy bir narsaning aylanishini aytiladi. Misol uchun ro'yxat ichidagi har bir elementni alohida qatorlarda konsolga chiqarish kerak. Ya'ni biz sizlar o'tgan darsda sizlar bilan notik ro'yxat o'tdik, to'g'rimi? Ro'yxat ichida yoziladi. Masalan, men yozaman. Numbers demanda 15, 16, 20, 2, 82, 3 va hokazo, to'g'rimi? Sonlar. Biz o'z buni print etsak nima bo'ladi? Sonlarning o'zi chiqadi, to'g'rimi? Ya'ni yana shu list yurishini chiqaraveradi bizlar, to'g'rimi? Biza necha har bir sonni chiqara olamiz. Yaxshi, har bir sonni chiqarib bilamiz deb shu ochiq yozmaga beradi. 0 desam, 0 x desam, necha chiqadi? 15 chiqadi, to'g'rimi? Lekin men shu bir vaqtning o'zida hammasini chiqaracakman. Hozir bir vaqtning o'zida chiqaramiz desa, sizlar ertadan ishlangiz, ishlab turasizlar. Bunga 1 desam, bunga 2 desam, 2 desam, to'g'rimi? Chiqadi. Biz bu kodlarimizni uzaytiraveramiz. Undan oson narsasi bor. Bizda sikl bor. Sikl orqali biz hammasini bir vaqtning o'zida ekranga chiqarishimiz mumkin. Qaranglar. Mana shunday vazifalardan biri bizga for operatori yordam beradi. Shu hammasini bir vaqtning o'zida ekranga chiqarish uchun. Dasturlashda bu sikl loop deb ataladi. Tarjimasi loop ekan inglizcha aytsangiz. Keling, quyidagi misolni ko'ramiz. Bizda mehmonlar ro'yxati bor. Biz har bir mehmonning ismini yangi qatordan chiqarmoqchimiz. Buning uchun quyidagi kodni yozamiz. Okey, bu mehmon chiqar ekan, biz 3 sonlarni chiqaramiz. Har qaysini bir qatorda chiqaramiz. Va bu yerda diqqat bilan e'tibor etasizlar. Hamma ishlatib qo'ysam, hamma yuzini ko'rmayman hech narsa. Son o'tib mana go'mindiron bo'lsam. Qaranglar. Men endi sikl ishlataman. Sikl necha deb ishlatilinadi? Bir kursga ikkita o'tasam ham bo'ladi, uzoq o'qigasan. Yondibda, bir de sikl deb ishlatiladi. Sikl for deb aytiladi boshda. Fordan boshlaymiz. For degani tarjimasini inglizchadan tarjima etsak, for, ya'ni bu qismida for. Dan deb tarjima etdimmi? Dan emasmi, to'g'rimi? Men ham sizlar inglizchani yaxshi bilaman. For, qaranglar, numbers, to'g'rimi? Sonlar bo'lib turma? Sonlar. Biz shu sonlardan sonni tutib olamiz, to'g'rimi? Har bir son tutib olamiz, to'g'rimi? Maqsadlarimiz. Numbers, demak, numbers sonlar bo'lsa, number novi sonmi? Qaranglar. Number in numbers deyman. Nima bo'ldi? Sonlardan sonni, to'g'rimi? Sonlardan sonni dedim men. Sonlardan sonni tutib ol dedim. Print et dedim. Number. Print et dedim, har bir sonni ekranga chiqaraman, to'g'rimi? Ko'rsaman. Chat pardon bizlar. Ya'ni demak, sonlardan sonni tutib ol, har bir sonni tutib ol va shuni ekranga chiqarib ber. Kod tushirib o'qib bilsam, kodni shuni tushundingizmi shu yerni? Numbers in, ya'ni sonlarning ichidan har bir sonni tutib ol, dan tutib ol va print et dedim, number dedim. Tushunarli bo'ldimi? Va qaranglar, biz for sikllarga oxirida 2 nuqta обязательно qo'yamiz. Biz nuqtali virgul yoki hech qanday hech qo'ymaymiz. Har doim nuqtali virgul qo'yamiz. 2 dona nuqta qo'yamiz, 2 dona nuqta qo'yamiz. Uzr olasiz. 2 dona nuqta qo'yamiz va tushgandan keyin bir dona tab tugmasini bosamiz. Tushundingizmi? Bir dona tab tugmasini bosamiz. Kodimiz shunda ishlaydi. Agarda biz tab ishlatmasak, bizning kodlarimiz ishlamaydi. Shuning uchun bir dona tab tugmasini bosib qo'yamiz. Tushunarlimi? Okey. Endi bu narsani ko'ramiz. Bu ham xuddi biz aytgan ishlayotgan. Mehmonlardan mehmonni tutib ol va mehmonni chiqar. Xuddi bizakidek bo'ldimi? Har bir mehmonni tutib oldimi? Ekranga chiqardi. Okey. Keling, kodni tahlil qilaylik. Endi hozir aytgan narsani tushunib bilasizlar adabiy tilda. Birinchi qatorda biz mehmonlar degan ro'yxat yaratdik va uni mehmonlarning ismi bilan to'ldirdik. To'ldirgan vaqt Ali, Vali, Hasan, Husan, Olim. Ikkinchi qatorda
For siklini boshladik. Bu qator Pythonga mehmonlar degan ro'yxatdan har bir elementni olib, uni yangi mehmon degan o'zgaruvchiga yuklashni buyurdi. Demak, o'sha mehmonlar degandan har birisini tutib olib, shu mehmon degan nima yuklaydi-da shu qisqasi. Mehmonlar ichida har birisini tutib olib, ekranga chiqarib beradi. Shu aytibdi. O'zgaruvchiga istalgan nom berishingiz mumkin. Ya'ni iboku shu number. Biz ham uni numlab qo'ysak ham xohlagan sonlaringizni, xohlagan o'zgaruvchilarni berishingiz mumkin. Tushunarlimi? Bu number bo'lsa number, friends bo'lsa friend bo'lishi shart emas. Tushunarlimi? Xohlagan narsalarni beramiz. I xohlasak i deb qo'ysak bo'ladi. Ko'pincha sonlab bilishganda i deb ishlatiladi-da. Biz xohlagan narsalarni bersak bo'ladi. Okay. For so'zi ingliz tilidan uchun tilidan uchun deb tarjima qilinar ekan. Uchun ekan, men adashibman. Dan uchun ketaveradi. Yuqoridagi kodni oddiy tilga tarjima qilamiz. Endi o'zimiz shevada tarjima qilamiz. Mehmonlar ro'yxatidagi har bir mehmon uchun uning ismini konsolga chiqar degan ma'noni bildiradi ekan. Ish yozamiz. Tushundingizmi? Endi for qanday ishlaydi? Keling yana bir misol ko'raylik. Mehmonlar bo'ldi. Biz ham shu mehmonlarni shuni olamizdan mana kommentariy olaman. Qaranglar. Mehmonlardan ro'yxatimiz bor. Keling mana shu har bir Ali, Vali, Hasan, Husan olaman. Herkesine salom berdirlar bo'lami? Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Herkesine salom bersin. Addinni salom bersin. Get for mehmon in mehmonlar. 2 nuqta qo'yamanda mesela tushiramiz, avtomat tushirib beradi bizlarga bir narsa. Tushundingizmi mana? Print F yozaman. Assalomu alaykum demanda yura video qo'yamanda mehmon. Ishladimi? Assalomu alaykum, Vali, Hasan, Husan olam. So'rashab bildikmi biz? Tushundingizmi, to'g'rimi shuni? Birdan xuddi shu ishni aytib qo'ydi. Oxirida просто hurmatli palonchi nima bilan taklifnoma hurmatli palonka, sizni 20 dekabr kuni nahorga oshga taklif qilamiz. Hurmat bilan Palonchiyevlar oilasi. Deymi, xohlasak, F-string chat qo'yarmi? Assalomu alaykum deymiz. Sistemni ko'rishda shu chiqadi. To'g'rimi? Tushundik. Endi bunda tekrar tushungan bo'lsak, bu narsa xato. Indeks aytdim bo'larmi? Ya'ni tabsiz yozgan bo'ladi. Tabsiz. Ne? Ko'rdingizmi? Hop aytamiz. Endi ishlaydi. Mana bu hisob bo'ldi. Hurmatli Palonchasi keldi to'g'rimi? Sizni Palonga taklif qilamiz. Hurmat bilan Palonchiyevlar oilasi va /n. /n chatib beradi bizlarga. Bir dona taraf beradi to'g'rimi? Yangi qatorda bir tashiddan pastga tushadi. Herkes uchun chiqib mana. Har birisi uchun, ha? Agarda bu hurmat bilan Palonchiyevlar oilasi deb bo'lsak, uni printib yana chiqaramiz. Va endi qaranglar, nima bo'ladi? Hammasini taklif qildi va oxirida hurmat bilan Palonchiyevlar oilasi dedi. Ko'rdingizmi? Endi shunda sikldan chiqdi printimiz. Print sikldan chiqdi to'g'rimi mana? Bu siklning ichida bu narsalar hammasi ichida nom yozsa hammasi sikl ichida bo'ladi. Men endi sikldan chiqardim va hammasi uchun bir marta ishlaydi. Oxirida chiqarib qo'yamiz. Hurmat bilan Palonchiyevlar oilasi. Hammasini taklifnoma berdi va hammasi uchun bir marta izohga kitab qo'yardi. Endi bu yerda for yordamida sonli ro'yxatlar bilan ishlash. Biz sonlab ishlab ko'ramiz. Bo'ldi. Masalan, o'tgan darsimizda range degan narsani aytib berdim, to'g'rimi? Range, ya'ni rangi deb o'rgatdim, yodladingizmi? ya'ni yashab ketdi. Kim? Yaxayo xatosida hamon qarab. Range tarafga tutib mana metronom yana gapini qarab. Keling, quyidagi misolni ko'ramiz. Sonlarda ham o'zgaruvchiga list ko'rinishida qil deb turib list deb yozdi. List deb yozsa, ya'ni to'rtcha qos olib beradi o'zi avtomat. Va range qil 1 dan 11 gacha bo'lgan sonlarni.
Birdan 10 gacha bo'lgan sonlar. List yozmasa bu oddiy son bo'lib qoladi, biz oshib kelishini ko'ramiz hozir. Oshib kelmaydi, to'g'ri, lekin imi qaranglar. Endi listdagi nom chiqishini ko'ramiz. Qanday o'zgarish bo'ldi? Birning kvadrati 1 ga teng, 2ning kvadrati falan deng. Imlar shu anda va bu yerda endi asosiy ko'rinib turgan narsa kod o'qiymiz qaranglar. Sonlarda o'zgaruvchilar list navadi ko'rinishga ega list to'rtburchak qovsami to'rtburchak ichida birdan 10 gacha bo'lgan sonlarni yoz, to'g'rimi? 10 gacha sonlar yoz va songa to'xtalma, demak bu sonlarda endi birdan 10 gacha bo'lgan sonlar keltiribdi, to'g'rimi? Ichida. Va int har bir sonni tutib ol. Birdan 10 gacha bo'lgan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tutib oldi. Va print son keldi. To'g'rimi? Har bir son tutib oldi. Ning kvadratiga teng. Ya'ni uni kvadratini qo'ydan ga teng dedi. Uni ishlatadigan bo'lsak, 1 ning kvadrati 1 ga, 10 niki 10 falonga teng deb chiqardi. Endi sizlar ishini eslaqanlar, shuni jadval ko'rinishida chiqarasizlar. Ya'ni o'zida karachada bor, to'g'rimi? 1 1 x 1 x 1 teng 1 1 1 x 2 teng 2. Kalkulyatsiya xo'shaydi. Nima deganda ning kvadrati ga teng deb to'g'rimi? Sizlar shuni teng, shuni qo'yib ishlaysizlar. Mana shuni. Yo'q, yo'q. Uni o'zlaringiz ishlashingiz kerak. Men bu misol olaman, hozir Telegramga jo'natib qo'yaman. Esdan chiqib ketmasligi uchun sizlardan so'rayman keyin. Bildingizmi? Keyin galinglar ko'ramiz bu narsasini va endi append metodini endi ishlatamiz. Bildingizmi? Append metodi bu yerdan foydalanadi. For yordamida yangi ro'yxat ham shakllantirish mumkin. Ya'ni yangi ro'yxat. Bu yerda chatga qo'yibdi, buni kommentariya olamandan. Yana sonlarni qo'yibdi. Biz endi nechun range turibmiz bilasizlarmi? Biz avvalgiga o'tiradi, yerda yozdirib 1, 2, buyursa o'tiradi, to'g'rimi? Qiynalib. Oddiy biza list rangi deb turib, birdan 20 gacha bo'lgan sonlarni chiqarib turib, 21 dan shuni 21 desam 20 chiqadi. Endi yerda pustoy ro'yxat yarataman men. Pustoy ro'yxat yarataman. Nima yozaman? 11. Bo'ldi, pustoy ro'yxatmi? Endi stick ishlataman. For son in sonlar Bunlar print eldim. Men har bir sonimni numbersga yuklab chiqarsam bo'ladimi? Numbersda faqatgina ya'ni juftlarni inglayman. Bir ikki qo'yib qo'ysam, top bo'ladimi-da? Buni 0 atamiz. Ibra 2 ataman. To'g'rimi? Shunda ibidan faqat juft sonlar yozadi va juft sonlarni shu numbersni ichiga yuklayman, bo'ladimi? Nima deysizlar? Endi numbers qaranglar. Number ekan, in nuqta append sonlar va print nima deyman? Number. Katta ochdi, qaranglar. Tushadimi? 0 2 20 ga chiqardi, keyin 0 2 20 ga chiqardi. Sababi nima bo'ldi bu yerda? Biz uni 8 chiqarsangiz qo'ying, katta son bo'lgan chiqadi. 5 deb qo'ying. 5 desak shunda 2 chiqaman. Mana. Bizda yerda list kelib to'g'rimi? List ichida bo'lgani uchun list 024 024 024 3 marta chiqarib turibdi. Sabab
Yo'q, appetit beradi bizlara. Ha? Sonlardan alıp nombere qo'shtiribman. Bir de tushuntirib ko'rganlar. Birdan 10 gacha sonlar ro'yxatini yaratamiz. Bir de endi faqatgina birdan 10 gacha sonlar yaratib qo'yibdi. Sonlarning kvadratida bir ustun yaratib qo'yibdi. Demak, buni maqsadi ibidagi kelgan sonlarning kvadratini ibara yozsa. Tushundingizmi? Son bo'limini qarang. Ibara yozsa. Biza keyin qo'yibdi for sonlar, sonlarning kvadratini deyish pustoning ichine append at bu sondan sondan yig'ib turgan ishni kvadratini deb qo'yibdi. Buni chek ko'rsak bo'ladi bizlar ham. Shuni duo ko'ramiz. 11 desa, normal edi. 1 dan 10 gacha sonlar yozamiz edi. Keyin sonlardan son tutib oldi va append at dedi. Faqatgina edi kvadratini dedi. Endi nimani biza men xato tura olamiz. Biz sonlar tutibmiz-ku. Biz turishga turamiz aynan qaranglar. Mayda sonlarda beni yazarman. Son bo'lishi kerak bu-da. Men biza sonlarda beribman, adashibsan gaplarga kirib. Endi bizlar oson bilan ankatkaning juft kvadratini yuklab beramiz, bo'ladimi? Ibra yana shu 0 2 4 kvadrat. Ishladimi? Tushunarlimi? Keyin yana print sonlarni o'zini ham chiqarib beramiz. Biz sonlardan olib chiqaramiz bizlar. Rezultatini ko'ramizda. Demak, bu kvadrat keldi, do'stlar. Bunda numberda kvadrat keldi. Bu sonlarning o'zida demak 0 2 4 degan gap bor ekan. Biz kvadratini chiqarib bildik. Tushundikmi shu yerni? Endi for va input. For bilan input ishlatib ko'ramiz endi. Esda kod yo'ndirma, yardım kichildirma bolalar. Uzoq o'tiribman. Nat qo'ymayman. Endi qaranglar, input ishlatib ko'ramiz. Ya'ni endi biz inputdan ma'lumot olamiz va olgan ma'lumotlarimiz bilan sikl aylantirib ko'ramiz. For operatori va input funksiyasini jamlab ro'yxatda foydalanuvchidan olingan qiymatlar bilan to'ldirish mumkin. Do'stlar degan pustoy ro'yxat yaratib qo'ydi. Va 5 ta eng yaqin do'stingiz kim degan oddiy so'zni print orqali chiqardi. Va keyin meni range etdan orqasidan banda qo'shib chiqarib berdi. Mana qaranglar. Mana ina. Ular ot To'xta. Pustoy ro'yxat to'xtatgan, to'g'rimi? Print etdi-yu, oddiy bu bizlar ko'rinish, to'g'rimi? Hech qanday vosita bermaydi. Любой printer. Oddiy ko'rinish. Va sikl aylantirib qo'yibdi navodan. Oddiygina range etib chiqarib qo'yibdi. Hech narsasiz, hech qanday o'zgaruvchisiz. Просто range deb turib 5 deb qo'yibdi. Shu range dan 5 dan nima bo'ladi? 0 dan 4 gacha, to'g'rimi? 0 dan 4 gacha. 0 dan 4 gacha nima? 0 dan 4 gacha. For in range. Ya'ni 0 dan 4 gacha bo'lgan har bir son tutib olmaymi? Birinchi 0 keladi, n o'rnidan 0 keladi. 1 keladi, 2 keladi, 3 keladi, 4 keladi. To'g'rimi? Birinchi 0 keladi. Sening 0 ta do'sting bormi? Yo'qmi? Taqoyda bir 5 dona, 6 dona do'sting bor. Va shuning uchun qo'ydi. Do'stlari ichine do'stlar ichine append at input nima? Ma'lumot so'raydi, input at va f stringini qaranglar. n plus 1. n plus 1 ni yozganini tushundingizmi? Ya'ni 0 deb yozib beradi, yana to'g'rimi? 0 deb yozgan vaqtda 1 ni qo'shib beradi. Birinchi do'stingizning ismini kiriting dedi. Tushundingizmi? Birinchi do'stingizning ismini kiriting dedi. Print etadidan ishlatadi, qaranglar. 4 dona do'stlarimiz so'raydi bizdan. Kim? Mustafa. Ikkinchi do'stlarimiz. Morris. Lazizbek. Boy. Yani 5'er sorudan 4 tapını koşattık oxirida. 5-inchisi yo'q bek. Yana yurishimizki bizlar lista chiqarib berdi. Aslida 4 ga turadi. 4 ga 1 ni qo'shib 5-chi do'stlarni chiqarib beradi. O'zi 0 1 2 4 5 bo'ldimi axir? 0 ga 1 qo'shsam 1 bu 2 bo'lib keldi endi bu 3 tushunarli bo'ldimi shu yerda?
oddiygina do'stlarni apaytib chiqarib qo'yardi. Endi qaranglar, menda ishon nav yo'nalishida, list yo'nalishida. Mana shuni haqiqatan bir hisobda chiqarib beraylik-da. Bo'ladimi? Deb aytamiz endi. Demak, shu do'stlarimiz yozibdi. For do'st in do'stlar printed navni do'st. Qaranglar, mana yuqoriga qo'yaman, endi chiqish uchun qaranglar. Bu bilan buni farqini ko'ramiz hozir. Ha, katta so'ydi. Mustafa Mahmudjon Lazizbek Yahyo Yobek Husanboy va chiqdi. Qarang, endi bu list ko'rishdan yana chiqara olamiz va pastda o'zimiz xohlani chiqardik, to'g'rimi? Ya'ni shu o'zimiz xohlanayotgan vaqtda ibra bizga man Husanboy bo'lsa kichik chiqarib qo'yasiz, to'g'rimi? Husanboydan so'zni man kichik bilan yoza olmayman hech qachon ham. Hamma vaqt katta bilan yoza olmagan. Shu ibra nuqta titli. Ya apaytamiz. Apaytdagi hammasi katta qo'yadi u. Ta'tilot endi qiladiganlar. Mana men 5 ta o'tirmay, men gap qilgan bo'limmi? Do'stga o'tiramizmi hozir? Morris Timon Yo'shadimikin Morris Timon. Ega uyda bizning listlamizda nima bo'lsa shu keldi. Chunki biz bunga hech qanday append, ta'til yoki append metodini ishlatgan emasmiz. Tushunarlimi? Tushundingizmi shuni? Demak, biza o'tgan har metodlarimiz mana ichida ishlasak bo'ladi ekan. Hammasini, любойni ishlasak bo'ladi. Nuqta qo'ysadan yozib qo'yasizlar. Tushunarli bo'ldimi shu yerda? Okey. Endi qaranglar. For sikli har qanday dasturlash tilining eng muhim qismlaridan hisoblanadi. Va biz bu operatordan hali ko'p takror qilamiz. Ya'ni siklni biz juda ko'p ishlatamiz. Hozir bizda klasslar bor, funksiyalar bor, shart operatorlari hamma yerda har bir dasturni kamida 10 marta ishlatadigan sikl. Juda ko'p ishlatamiz. Shuning uchun bu darsda 2-3 marta takrorlaymiz. Bu qiyin mavzu bu. Tushundingizmi? Endi amaliyotlar bor. Amaliyotlar mavzusini bir ko'ramiz hozir. Kamida 5 ta element, 5 elementdan iborat sinflar degan ro'yxat tuzing va ro'yxatdagi har bir ismga takrorlanuvchi xabar yozing. Qaranglar, masalan, keyin yana bir yo'l qo'ying. Bu inputni ichkarida ishlatib qo'yarmi? Shuni ham bo'lishi mumkin. Biz endi inputni ha. Ha? Yo'q, qara. Endi 2 da bosgan bo'lsam, range 2 da bo'lsam 0, 1 oladi, to'g'rimi? 0 bilan 1, 2 ni o'zini olmaydi axir. 0 ni 1 qo'ysangchi 1. 1 1 qo'ysang 2. Bo'ldi. Уже 2 ni o'zini olmaydi-ku. Bo'ldi, shunday bo'ladi. Qaranglar, endi input orqali biz yana biroz ishib ko'ramiz. Men bir yozaman hozir. Mana buni so'rayman-da. Tak, son kiriting va shu sonni ishib ko'raman. Son kirit. Son kiriting. Mana o'zi yo'lcha yozishim qilgan yaxshi. Input. Men butun son olacakman. Shuni chatga yozaman beri. Butun son olacakman. Hozir men input desam faqatgina bu matnlar, to'g'rimi? Butun son kiriting. Kiriting. Nima bo'ladi desa? Float ishdan bu haqiqiy bu float. Masalan, butun son aytibman. Butun Timizdan qos ochib, bu yerdan qos yapamiz. Endi bizdan ma'lumot so'raydi, faqatgina butun son kiritishimizni so'raydi. Yaxshi, ma'lumot kiritib oldik. Va endi bitta sikl yarataman. Yoki range yarataman. Range deyman, qarabinglar. Avo. For son in rangi demandan qaranglar. Son ke uzun so'zlayapman-da. Kiriting deyman, to'g'rimi? Va endi yozaman, nima deyman? Kvadratdan chiqaraman shu sonlar. Nega hisobda
Demak, nuqtani qo'ymoqman. Endi qaranglar, shunda nol chiqadi menda. Bir son kiritaman, butun son masalan 5 desam, 0 dan 5 gacha bo'lgan sonlar chiqadi, to'g'rimi? Shu 0 ning kvadrati, 0 ning kvadratini necha? 0. 1 ning kvadrati men 5 desam yana ko'rishingiz mumkin. Hammasini kvadratini chiqarib berdimmi? Agar men bir kvadrat yozmasam, butun son kiriting so'rab turibman, to'g'rimi? Input atib, butun son kiritib va second for sondan in rangini ichine aslında biz evvel 15 20 ga so'radik, to'g'rimi? Endi ivda kiritgan sonim o'sha kelib qo'ydimda. Tushunarlimi? Rangiga kiritaman, uyda aylantiradi o'zi. Birdan masalan 50 yozgan bo'lsam, birda 49 gacha bo'lgan sonlar kiritadi va hakkasini uyda chiqaradi. Xohlarsam uyda har xil arifmetik amallar bajarishim mumkin, bo'lishim mumkin 15 ga va hokazo. Ne bo'libdi? Ko'rdingizmi? Hamma ishni aslan bo'ladi. Endi sizlar bitta amaliyot misollar bor. Amaliyot misollarini o'zingiz bajarib ko'rasizlar. Bu yerda 5 dona misol berilgan. Men sizlarga qo'shimchasini hozir yana misollar tashlayman. Tushunarlimi? Lekin keyin sizlar bu misolni ham ishlashingiz kerak. Masalan, olib jadval ko'rinishini chiqarib berasizlar. Karra jadval ishga kerakligini bilasizlarmi? Men buni yozaman hozir. Karra jadval. Xuddi ish ko'rinishini chiqarib berasizlar. Men ko'p qilaman. Ava. Masalan, 1 2 10 gacha chiqarasizlar. Hammasini. Keyin sizlar kengsatda bir vaqtning o'zida shu 10 soni ishlatishni o'rgataman. Sizlar hozircha bilganlaringiz yo'lingizda biladigan yo'llaringizda shuni hammasini chiqarib berasizlar. Xuddi ishining ko'rinishida chiqishi shart va zarur. Teng ko'paytirishga tursizlar, to'g'rimi? O'sha chiqarasizlar. Vazifa tushunarlimi? Mavzu tushunarlimi? Hamma tushundimi? Husanboy tushundingmi? Hozir o'tirasizlar, shu vazifani bajarasizlar. Vaqtingiz bor hozir.